Assalomu alaykum avtoloyiha kuzatuvchilari. Xo'sh, manzilimizdan boshlab o'taman. Stadion ko'cha, stadionning to'g'risida davlat xizmatlarining stayankasida. Xo'sh, mana davlat xizmatlarining stayankasida ish faoliyatimizni olib boramiz bilmaganlar uchun. Biza shunaqa apparat olib kelganmiz, kraska tekshiradigan. Menimcha Jizzaxda bor yo'qligini bilmadim. Juda ham katta apparat. Mana shu apparatda mana shu mashinani tekshirib o'taman. O'zlaringning qanaqa mashinalaring bo'lishidan qat'iy nazar, katta, kichkina, inomarka farqi yo'q. Kraskasini tekshirib berish xizmatini yo'lga qo'yapmiz. Avtolochinda shunaqa xizmatlarni yo'lga qo'yib boramiz. Xo'sh, mana ishlatib ko'rsataman. Qanday kraskasi bor yo'qligini ajratib beradi. Qani bakrishga oldida kraskasi bor, orqa bufirda kraskasi bor. Ko'rsatib o'taman. Eshigi yarmida sepilgan, oldi eshigi ruchkan tagida bor, oldi kriloda bor, oldi kapotda bor. Qaranglar, qanday kraskasini toshni ajratib beryapti. Bu ultrafiolet apparatimiz yaqinda olib keldik. Shundan foydalanib boramiz. Orqa bagajlari soppa-soq. Mana bu tomonga o'tamiz. Orqa eshikda bor. Oldi eshikda yo'q ekan, oldi krilo kapotni yarmida farani ustida bor ekan. Ko'ryapsizlarmi qanaqa ajratib beradi. O'zlaring mashinalaring bo'lsa, o'zlaringcha tekshirtirib o'tib ketinglar. Ma'lum bir vaqtga hozircha xizmatimiz bepul. Bu narsani o'zimiz uchun olib kelganmiz. Xizmatdan foydalanib qolishlaring mumkin. Manzilimiz davlat xizmatlari, yana ham aytib o'taman, stadionning to'g'risida.